IT sohasi yoki bo'lmasam sun'iy intellektdan foydalanib, mashhur blogerlarni akkauntlarini soxtalashtirib, yuzlari, so'zlaridan sun'iy intellekt yordamida foydalanib, firibgarlik yo'llari bilan boshqa fuqarolarni aldash holatlari kuzatilmoqda ekan. Aynan bu borada ushbu blogerlar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilib, fuqarolarni ogohlantirib o'tdilar. Jahon moliya bozori bo'yicha treyderman. 2018-yildan beri bu soha bilan faoliyat yuritaman va O'zbekistonda eng mashhur treyderlardan bittasiman desam bo'ladi. Va so'nggi paytlarda aynan meni nomimdan ochilgan har xil turdagi fake akkauntlar odamlarni aynan ushbu trading sohasi orqali aldab, pullarni o'zlashtirib kelishmoqda. Bulardan jumladan qilib Abdulloh Azizxonov, Halol Trading, Halol Invest kabilarni misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Va aynan ularning asosiy maqsadi bu sohadan xalqimizni tez va oson pul topishga ishontirib, ulardan har xil turdagi kreditlar, qarzlarni yoki tez va oson pullaringizni ko'paytirib olasiz degan aldovlar bilan boshqa bir plastik kartalarga pul o'tkazimlarini amalga oshirib, shu tariqa o'zlashtirishmoqda. Ogohlantirgan bo'lardimki, hech qachon trading sohasida tez va oson pul topib bo'lmaydi. Va shu bilan birgalikda agarda sizga kimdir bu soha orqali kichkina pullar bilan sarmoya qilgan holatda katta daromadlarni va'da qiladigan bo'lsa, bilingki, bu firibgarlikdan dalolat beradi. Va shu bilan birgalikda agarda siz bu soha bilan rostdan ham qonuniy tarzda shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, sizga birinchi o'rinda yetarlicha bilim va tajriba talab etiladi. Firibgarlarni birinchi o'rinda biz har xil turdagi Telegram kanallarda yoki Instagram sahifalarida uchratishimiz mumkin. Chunki ular aynan ushbu ijtimoiy tarmoqlarda o'z reklamalarini berishadi va shu bilan birgalikda aynan sun'iy intellektlardan foydalangan holatda meni videoyimni, suratimni yoki qanaqadir boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini u yerda original deb joylashtirgan holatda ular xalqni ishonchiga kirishadi. Va shu bilan birgalikda aynan diniy misollar aytib, pullaringizni o'zlashtirishga harakat qilishadi. Birinchi o'rinda agarda siz qanaqadir bloger yoki boshqa bir insonni haqiqiy profilini tekshirishingiz uchun shunchaki uni barcha postlarini boshdan ko'rib chiqish kerak. Men aynan original akkauntimda postlar 2017-yildan beri doimiy tarzda qo'yib boriladi. Va shu bilan birgalikda men deyarli har 5 ta postimdan bittasida mana shunday turdagi firibgarlarga qarshi post chiqaraman va odamlarni ogohlantiraman. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, hech qaysi yaxshi treyder sizni kam pulingizni olib ko'paytirib bermaydi. Chunki birinchi o'rinda uni o'zini daromadi o'ziga yetadi va boshqalarga bu narsani ko'paytirib berish uchun ularning vaqti ham yo'q. Va shuni ogohlantirib qo'ygan bo'lardim, hech qachon tez va oson pulga uchmang. Ushbu murojaatimni yoritishda yordam bergan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi media markaziga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.